Xo'p, bunga qopqoq samolyotcha bilan kichkina bolka bilan qotirib qo'ydim. Jo'jalar yangi joyga o'tkazdirdim. Hamnaqangi qilib ichlarini suv idishlarini to'ldirib tashlashyapti. O'shaning uchun boshqacha bir yechim qilamiz chiroyli bo'lsin. Xullas, mana shunaqangi qilib idishchani yasab oldim. Bundan suv oqmaydi. Xo'p, bunga qopqoq bolka bilan qotirib qo'ydim. Pistolet kerak, чтобы suv oqib ketmasligi uchun. Bakalashkani bu tarafi bilan, bu tarafidan teshicha qilib qo'ydik, чтобы o'zi to'xtaydi. Hop, sразу sizlarga bonusga chektonikni ham qo'shib berishni aytib o'tib ketaman. 1 litr suvga 1 gram chektonik beriladi. Keyin buni yaxshilab ichini chayqab tashlashimiz kerak bo'ladi. Sразу. Hop, qopqog'ini yopamiz. Asosiy eslatma: suvimiz qaynab sovigan, sal sovigan suv bo'lishi kerak. Ichkarini ko'rishingiz mumkin. O'zi avtomatik to'ladi. To'lgandan keyin kerak bo'lsa, kamayganda o'zi quyib to'ldirib turaveradi. Buni endi quyib qo'yamiz jo'jalarga. Mana. Jo'jalar endi bemalol ichishaveradi. Havoda suvsab qolishsa.